Alisa, mehmonxona qandilini yoq. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan Chilonzor tumani 10-kvartalda joylashgan 2 xona, 3 xonaga o'zgartirilgan high-tech usulda ta'mirdan chiqarilgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu uyimiz ko'rib turganingiz zal qismi, bu yerda esa oshxona qismi, bolalar xonasiga o'zgartirilgan. Uyimiz 4 qavatli binoning 1-qavatida joylashgan. Bu yerda esa balkonimiz 1,5 guch. Oshxona qismiga o'zgartirilgan balkonimiz. Bu yerda esa xonalarda alohida o'zgartirib, shkaf uchun joy qoldirib ketilgan. Bu yerda ota-onalar yotoqxonasi. Ko'rib turganlaringdek minimalizm uslubida ta'mirlangan uyimiz. Bu yerda glavniy eshikdan kirib kelish va alohida sanuzeli bilan birgalikda. Uyimizning orienteriga keladigan bo'lsak, Chilonzor tumani 10-kvartal Media Park ro'parasida. Ushbu high-tech uslubida ta'mirlangan uyimizni barcha mebel va texnikalari bilan birgalikda egalari tomonidan 81.500 AQSh baholanmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsioniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.